Dilingizni og'ritsam, ursam, so'ksam, mensimasam, haqqingizni bermasam, siz mazlum bo'lasiz, men zolim bo'lib qolaman. Mazlumni orqasida Alloh turadi. Poddershkasida. Shuning uchun Rasululloh alayhisalom mazlumni duosidan ehtiyot bo'linglar, chunki uni duosini orasida to'siq yo'q deganlar. Qarg'a edimi, insof ber dedim, 10nida primoy ijobat bo'ladi. Bu bittasi. Ikkinchisi, zolimlarga Alloh taolo Qur'onda do'zax va'da qilgan. Shuning uchun bu zulm har xil, mana eng ko'p uchraydigan zulmlardan bittasi qaynatalarda kam uchraydigan, lekin qayna onalarda ko'p uchraydigan. Shu yerda o'tirgan, o'g'lini uylagan yo qizini chiqarganlar qaynatabbiz, xotinimiz qayna ona. Avvalo o'zimiz o'g'ni olaylik va qolaversa xotinimizga kirib sheti esdan chiqmaslik uchun o'zi aytib qo'yaylik. Keliniga nohaqlik qilayotgan qayna onalar u hoji ona bo'lanlarmi, 97 ga kirgan bo'lanlarmi, ertamandan kechgacha qo'llaridan tasbih tushmaydimi, tahajjud o'qiydilarmi, ro'mollarni og'izlarida tishlab yuradilarmi? Endi u ibodatlar o'zini yo'lida, endi u biz uni afsusdat qilmaymiz, mayli, lekin afsusdat qiladigan joyimiz, agar uydagi kelinlarga nohaqlik qilayotgan bo'lsalar, u onaxon o'sha qayna zolim bo'ladi. Xudo o'pshi aytgan, zolimmi u do'zaxi degan. Bo'ldi, u zolim namozxon bo'ladimi, u zolim hoji bo'ladimi, u zolim qori bo'ladimi, u zolim imom bo'ladimi, qizig'i yo'q. Zulm qilmasin. U kelin degani odammas degani emas u. U kelin degani u hech kimmas degani emas u. Shuni men hayron qoladigan joyim, musulmon bo'lib turib, musulmonchilikda eng payg'ambar alayhisalom bilan xotinning orasini buzganlar bizdan bas. Tasavvur qiling, ummat emas degan akalar. Bu kichkina masala, endi kim qanday qabul qiladi? Misol men to'g'ri qo'rqib ketaman, ummat bas degan joyga kelganda qo'rqib ketaman. Shuncha payg'ambardan keyin tug'ilib yashasak-ku, payg'ambardan keyingi yashaganlar ummatlar. Ummat zamonida yashasak-ku, payg'ambar alayhisalom 10 qo'l degan ekanlar, 10 qo'lda yesak-ku, Rasululloh alayhisalom eshitganda bunaqa egilib qo'ysak-ku, salovatlar aytsak-ku, umra hajiga borganda Rasululloh alayhisalomning qabrlarini ziyorat qilganda yig'lab salomlar aytsak-ku, lekin bittasini oilasini buzyapsak, Rasul u qilgan narigi ishlar kapeykada Rasululloh ummat bas bo'ldi, o'chirib tashladi. Yo'q, u buzmasin oilani. Maksimal darajada tirnog'i bilan harakat